Shu original shurpayor nabordi sizga tekinga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizni do'konimizdan 15-fevralgacha ko'rib turgan dori sepadigan apparatlarni kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, narxlarini arzon narxlarda kelishtirib, undan tashqari shurpayor naborimizni ham bonus sifatida qo'shib beramiz. Xo'p, remelli, benzinli dori apparatlarimiz ikki xil modelidan do'konimizga kelgan, pompasiga qarab narxlari o'zgaradi. Buni karcher sifatida foydalansangiz bo'laveradi, dori sepadigan qilib ishlatsangiz bo'laveradi. 500 kilolik bir tonnalik bochkalarga qo'yib bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'laveradi. Juda ham qo'l keladigan remelli dori apparatimiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni. Biz akalar 6,5 ta ot kuchli modelidan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan modellaring benzinli akalar soatiga 800 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qilish uchun mo'ljallangan. Pompa qismlarini ko'rishingiz mumkin. Pompalari maslinli 1 litrgacha yog' sig'imiga ega. Bitta to'ldirib olsangiz akalar, bir oyda bir marta yog'ini almashtirib turishingiz kerak bo'ladi. O'zini mana davlin allegrovkalari abradniklarigacha qo'yilgan, suv ortiqcha suv bo'ladigan bo'lsa qaytarib tashlab ham bera oladi. 120 naporgacha bemalol naporni yetkazib bera oladi. Komplektida o'zini mana filtr, salnik, palnik ham yo'q komplekt. Undan tashqari 30 metr, 40 metr original shlanka, so'ruv shlang hamda o'zini pistoletlarini komplekt holatda qo'shib beramiz bu karcherimizga. Hop, sifati juda ham zo'r. Benzin rasxodini aytdik. Motoriga ham 1 litr alohida sig'im yog' ega. Narxini kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, akalar 2,800,000 so'm bu modelimizni qilib beramiz. Endi ukam bizga sifat yaxshirog'idan bo'lsin, original variantidan bo'lsin degan akalarimiz uchun 7,5 ot kuchli modelimiz. Bu dori sepadigan apparatlarimiz biz do'konimizda 1,5 million so'mdan boshlanadi, 3,5 million so'mgacha bo'lgan varianti bor. Farqi nimada degan bo'lsangiz, farqi mana pompa qismida bo'ladi, ki motorni ot kuchida farqi bo'ladi akalar. Ko'pchilik do'konlarda mana shu pompa qismini kichkina variantini ham sotishyapti. Biz sizlarga katta modelidan tavsiya etamiz akalar. Buni ko'rishingiz mumkin. Naporlari ham shunga qarab o'zgaraveradi. Buni naporlari juda ham baland, pompa qismi katta hamda ot kuchi kattaligini hisobiga benzin rasxodi bunda ham 1 litr. Narxi 3,200,000 so'm chiqadi. 3,5 millionlik modelimiz ham bor Asaman brendidan. Bunga 1 yil garantiya, bunga 6 oy garantiyalari bilan qilib bera olamiz. Pastga nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bog'laninglar. To'liqroq ma'lumotlarni bera olamiz. Dori sepish uchun, karcher qilib ishlatish uchun juda ham qo'l keladigan mahsulot. Buni ham komplektda mashq ko'rib turgan komplektda sizlar ham bor. Shunaqangi dori sepadigan, karcher apparati turgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Bizni topish anchagan oson bo'ladi. Manzil Marg'ilonda. Telefon qilib bog'lanib kelib xarid qilishingiz mumkin.